Xotira testi. Javob berishingiz uchun sizga 5 soniya vaqt beriladi. Bu narsalarni eslab qoling. Krossovka qayerda edi? 1, 2, 3, 4, 5. Kepka qayerda edi? 1, 2, 3, 4, 5. Briket qayerda edi? 1, 2, 3, 4, 5. Ko'zoynak qayerda edi? 1, 2, 3, 4, 5. Sumka qayerda edi? 1, 2, 3, 4, 5. 6 raqam ostida nima qoldi? 1, 2, 3, 4, 5. Siz qaysilarini topa oldingiz? Kommentda yozib qoldiring.